Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun ustaxonamizda Shivaki 32 dyuymli televizor muammosini hozir ko'rsatib o'taman. Muammomiz LED chiroqlarida NCT diodlar. Hozir televizorimizni yoqib olamiz. Shivaki logotipini ko'rishimiz mumkin. Do'stlar, xullas hozir mana shuni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Muammomiz NCT diodami yoki NCT diod yoritgichga tok uzatish bo'limidan qilatamizda. Do'stlar, mana Shivaki televizorimizni hozir ochib oldim. Modeliga diqqat qilsangiz bo'ladi. Xo'p do'stlar. Do'stlar, shu televizorimizda hozir platamizda muammo bormi yoki LED chiroqlarimizda shuni bilishimiz uchun biz ikki xil ish qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi multimetrdan foydalanamiz va tokni o'lchab ko'ramiz televizor yoqqan holda. Ikkinchi qiladigan ishimiz LED chiroqlarning o'zini maxsus tester orqali tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Multimetrda noto'g'ri joyida ekan. Voy ishlab turganmi? Yigirma 9 volt. Tokni o'sayotganini ko'ramiz do'stlar va tokni pasayotganini ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Do'stlar, hozir biz chiqish tokini o'lchab ko'rdik. Dejurkada 29 volt turganini ko'rdik va подсветкamizni nagruzka berib ulab ko'rganimizda 93 volt chiqqanini ko'rdik va tokni sekin pasayotganini ko'rdik. Xullas, bu nimadan dalolat beradi do'stlar? Bu svetodiodlarda uzilish borligidan dalolat beradi yoki uzilishdan dalolat beradi. Shuning uchun tokimiz pasayib ketyapti. Ya'ni tok quvvat oshadi, power knopkani bosganimizda va nagruzka bo'lgani hisobiga blok yana orqaga qaytadi. Endigi navbat do'stlar, mana bu testerimiz orqali, svetodiodni o'ziga quvvat berib, chiroqlarni yoqishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, ushbu holatda подсветкamiz maxsus tester orqali tok berganimizda подсветкamiz yondi, lekin ekranimizni qaraganimizda normaldan past va svetodiodni liplayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ham aniqroq diagnoz qo'yish uchun подсветкamizni ochib, hosillarni подсветка qatorlarini отдельно maxsus tester orqali yoqib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz televizorimizni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, diqqat qilishimiz kerak bo'lgan joyi mana bu ramani olishda shoshilmasdan, pastdan boshlab, juda ham shoshilmasdan, sabr bilan, uncha tig'li bo'lmagan narsa bilan, plastik kartalarga o'xshagan narsalar yoki spetsialniy ochqichlar bor, shu bilan ko'tariladi. Unda va ramka sekin bunaqa tepaga chiqaveradi. Do'stlar, mana sizlar diqqat qilgan bo'lsanglar, pastdan boshlab yon tomonlarini ko'tarib mana bu oxiriga keldim. Endi pastni sekin ko'tarib olaman. Do'stlar, mana ramkani endi ko'tarsa bo'ladi. Mana endi ekranimizni ehtiyotkorlik bilan olib, to'g'ri yumshoq joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi yoki to'g'ri stolga. Do'stlar, ekranimizni olishdan oldin mana bu shleifni ham unutmaymiz. Sekin chiqarib olishni ehtiyotkorlik bilan. Ana endi do'stlar, yonidagi ekranni turuvchi plastmas ramamizni yechib olamiz. Shu ramani yechib olgandan keyin mana bu отражательlarni ham olsak bo'ladi.
Mana do'stlar, ramani ham yechib oldik. Do'stlar, endi mana plyonkamizni yechishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, endi mana bu svetodyodimizni hozir yakka tartibda yoqib ko'rsak bo'ladi, bir-biridan ajratib. Hozir bu narsani ham do'stlar, tekshirish uchun avval platadan ajratib olamiz ikkala razyonimizni ham, ya'ni quvvat kelishini va multitesterimiz orqali mana bu yerda yozib qo'yibdi, tangacha qoldirilgan ochiq joy. Mana shunga tekkizamiz. Plus va minus. Va ikkinchi panelimizga o'tamiz. Do'stlar, ko'rib turganimizdek mana bu svetodyodimiz kuygan, lekin shunday bo'lsa ham men ikkala svetodyodni ham yangisiga almashtiraman. Chunki bular klientimizning aytishiga qaraganda televizor 10 yildan oshiq xizmat qilgan. Do'stlar, nimaga uchun отдельно almashtirmayman? Bu haqda keyin gapirib beraman. Do'stlar, men magazinga ketdim. Do'stlar, ekranni qo'ygandan keyin mana shu ekranimiz yaxshi joylashgan diqqat bilan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Biror joyda plastmassa ustiga agar matrica chiqib qoladigan bo'lsa, ekranimiz sinish ehtimoli bor. Har ehtimolga qarshi ekranni yana tekshirib olmoqdaman.
Do'stlar, mana ko'rib turganimizdek bizada Shivagi televizorimiz to'liq ta'mirdan o'tdi. E'tiborlar uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lgan, albatta kanalimizga obuna bo'lib, o'z izohinglarni yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.